Hammaga assalomu alaykum. Mana navbatdagi spalni mebellarni o'z egalariga yetkazdik. Chiroyli qilib usturovka qilib yig'ib kupeyni eshigi qilingan. Kupeyni eshiklarimizni mana oynali bemalol obzor qilib ko'rsangiz bo'ladi. Kupeyni eshiklarining izida tortmani qilib, 3 ta tortmani qilib xohlasa egalari yaxshiligi ishlatilsin. Bu yerda high tekstilda anaqa qilganmiz. Bunisi mягкий, anaqamizni artriditskiy anaqa qilganmiz. Yonida tortma turishga tumma qo'yganmiz. Hammasi vakuum mexanizmda qo'yganmiz. Xudo xohlasa yaxshiligi ishlatilsin. Bu yerda bitta turma qilganmiz. Turmamizni mana kichkinagina, ixchamgina chiroyli qilganmiz. Bu ham ma'qul. Ikkita polkali bir pufik bilan. Tepaga bitta zakaz berishdi. Anaqa. Tepaga masalan qo'shga shkaf qilib berishdi. Chiroyli shkaf qilib berdi. Xudo xohlasa hammasi chiroyli chiqdi. Baho berasizlar degan umiddamiz. Yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib qo'yasizlar. Aloqalarimiz bor. Telegram, YouTube'da, Instagramda aloqalarimiz bor. Xizmatlar bo'lsa bemalol aytaverasizlar. Qo'shganlar, qo'shguncha.